Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gold Money kanali va bugungi videomizga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun sizlar bilan birgalikda internetda sarmoyasiz har soatda tekinga pul ishlashni ko'rib chiqamiz. Shu sababli kanalga obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Biz boshladik. Birinchi navbatda kanalimizda, ya'ni YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolaman. Ya'ni bizda hozirda 2,5 mingtadan oshiq obunachi bor va yaqinda buni juda ham sezilarli darajada oshirmoqchimiz. Shu sababli obuna bo'lib qo'yinglar. Biz esa boshladik. Birinchi navbatda esa saytga o'tib olamiz. Bizning bugungi saytimiz mana shu Trompek saytida amalga oshiriladi. Bu loyihaning manzilini video kommentariyasi hamda opisiyaniyada qoldiraman. Shunchaki kirib, pul ishlab ketishingiz mumkin. Kirganimizda esa birinchi navbatda ro'yxatga o'tishimiz kerak. Bu joyga username, ikkinchisiga email va 2 dona bir xil parolni yozib, so'ngra esa mana bu joyda kapchani bajargan holatda sign up tugmasini bosish orqali siz ro'yxatga o'tishingiz mumkin. Avval ro'yxatga o'tganlar esa login tugmasini bosib, bu joyda email hamda parolingizni kiritib, shunchaki o'zingizlarning hisobingizga kirib olasizlar. Men hozir o'zimning hisobimga kirib, sizlarga batafsil pul ishlash videosini ko'rsataman va oxirida esa pul yechib ham sizlarga isboti bilan ko'rsatib beraman. Mana do'stlar, ro'yxatga o'tib olganmiz. Meni o'zimning hisobim bor va bu joyda esa ko'rishingiz mumkin. Meni hisobimda hozirda 6 tron bor xolos va bundan tashqari sizlar bilan ishlab, hozir buni ko'paytirishga ham harakat qilaman. Bu joyda esa pastroqda ko'rishingiz mumkin. Mana bunday tarzda to'ladigan joy bor va mana shu joyda esa men jami o'ynaganlarim 90 ming trondan oshiq, ya'ni men levelimni oshirganman. Bunda qanday qilib pul ishlaymiz? Pul ishlashni juda ham oson yo'li pastroqqa tushadigan bo'lsa, level sistema orqali. Ya'ni bizga har xil levellar beradi. Ya'ni birinchi kirganimizda Stone levelida bo'ladi va bunda biz sarmoyasiz shunchaki har soatda kirib 0.001 trondan ishlashimiz mumkin. Va keyinchalik o'ynab, pulku o'yinlarda o'ynab boshqa qilib biz buni Iron, bronza, silver, gold, platinum, diamond va mastergacha olib borishimiz mumkin va bunda har bitta levelga oshganingizda soatiga oladigan bonuslar ham oshib boradi. Ya'ni menda hozir ko'rib borishingiz mumkin, gold levelda turibman va soatiga 0.25 trondan ishlab boraman. Va bu degani har 4 marta olsam bu 1 tronni tashkil etadi. Xuddi shu tarzda. Bundan tashqari esa buni pullarni ko'paytirib olish uchun, ya'ni levelni oshirish uchun mana bu joyda game tugmasi bor, ya'ni games tugmasi bor. Mana shuni bir marta bosib, har xil o'yinlarni o'ynab, o'sha levelni oshirishingiz kerak bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda o'yinlar juda ham ko'p va bularda eng maslahat beradiganim men bu dice menyusi. Men o'zim mana shunda o'ynayman. Dice ga kiramiz va bu joyda men bu joydan 100 qilib qo'yib, ya'ni eng pastdagini eng balandiga qo'yamiz, ya'ni yutish imkoniyatimiz oshadi va bu joyda esa qancha tron bilan o'ynamoqchiligimizni yozamiz. Misol uchun menda hozir 6 tron bor ekan, men 1 tron, 0.5, 0.2, 0.1 hattoki undan ham pastroq bilan o'ynashim mumkin. Bu yerga esa misol uchun yozib ko'ramiz. 0.1 va endi biz o'ynashni boshlaymiz. Ya'ni roll dice tugmasini bosadigan bo'lsak, mana yutdik, ko'rishingiz mumkin, yutdik va bizning hisobimizga mana shuncha tron qo'shildi. Agarda biz buni mana buni o'rtaga qo'yadigan bo'lsak, misol uchun bu joydan chiqib boshqadan kiradigan bo'lsak, biz 1 tron bilan o'ynasak, har yutganimizda o'shani yutamiz. Misol uchun 0.1 bilan o'ynaymiz va roll dice bosamiz, mana yutdik, 6.1 bo'ldi. Ko'rdinglar-a? Endi yana bir marta bosamiz. Bir marta bosamiz, yutdik, endi esa 6.2. Xuddi shu tarzda bunda yutqizish ham bor, ya'ni har doim yutavermaysizlar. Mana yutqizdik, har yutqizganda esa 2x ga ko'paytiramiz, ya'ni pulimizni. Va xuddi shu tarzda mana yutqizyapmiz va yutdik. Oxiri yutganimiz uchun mana ko'rishingiz mumkin, 6.3 tronga o'zgardi. Xuddi shu tarzda o'ynab, jami miqdorda o'zingizlarni levelinglar ko'rsatib qo'yadi. Misol uchun men 500 ming tron bilan o'ynasam, keyingi ya'ni platina menyusiga o'taman, leveliga o'taman. Hozir esa goldda turibman. Xuddi shu tarzda. Bundan tashqari esa bu hozir men sizlar bilan birgalikda buni ko'paytirib olamiz. Ya'ni menda hozir 6 tron bor ekan va buni ko'paytirib olaman, ozgina vaqt o'tkazib. Va mana do'stlar, oradan hech qancha vaqt o'tmadi va meni hisobimda endi 56 tron bor. Ya'ni hozirning o'zida 50 tron pul ishlab oldim. Va buni esa qanday qilib desanglar, xuddi shunaqa dice tugmasidan bir omadim kelib qoldi va 50 tron ishladim. Sizlar xuddi shunaqa ishlaysizlar demoqchi emasman, lekin bir kelib qolsa bundan ham ko'p bo'lishi mumkin. Endi qaranglar, bundan tashqari sen pul kiritib olgansan desanglar, yo'q, pul kiritmayapman. Ya'ni depozitni bir marta bosadigan bo'lsam, ko'rishingiz mumkin, men oxirgi marta 5 oy oldin, yana mana 5 oy oldin 33 trongina pul kiritgan ekanman xolos. Bundan oldingisi esa 1 yil oldin. Lekin pul yechganlarimni ko'rsatib beraman. Wizdraftni bir marta bosib, mana ko'rishingiz mumkin. 3 kun oldin, mana 3 kun oldin men 70 tron, ya'ni 20 dollar. 9 kun oldin esa 88 dollar, ya'ni 300 tron. Bundan tashqari 19 kun oldin 400 tron, 300, 376, 280,
66 xullas juda ham ko'p pul yechib olganman, hammasini to'lab berishgan. Bu hech qanday reklama emas. Agarda bu sayt menga pul to'lamaganda men video qilmas edim. Tushuntirib oldimmi? Endi esa qaranglar, eng qiziqarli joyda bu yerda o'ynash uchun menda pul yo'q. Misol uchun o'yinlarda o'ynash uchun pul yo'q. Qanday qilib kiritaman desanglar, pul kiritish juda ham oson. Mana bu joyda 3 ta chiziqchani bir marta bosasiz. Bu majburiy emas. Shunchaki aytib o'taman. Va bu joyda depozitni bir marta bosib, sizga Tron manzil beriladi. Mana shunga pul yuborasiz. Agar pul kiritmoqchi bo'lganlar Telegram orqali menga aloqaga chiqsanglar, men o'zim ham pul kiritib berishim mumkin. Endi esa pul yechib olishchi desanglar, pul yechib olish uchun Wizdraft tugmasini bir marta bosamiz. So'ngra esa ko'rishimiz mumkin har xil menyular bor. Bu yerga esa birinchisiga Wizdraw adresga o'zimizni Tron TRK20 adresimizni kiritib olamiz. Menda bu bor va buni mana kiritib oldik. Endi esa bu joyga Wizdraw amountga qancha Tron yechib olmoqchi bo'lsak, shuni yozamiz. Men maksimalni bosaman, mana maksimal va Wizdraw tugmasini bosadigan bo'lsak, bizdan 0.2 Trongina komissiya olib, hammasini o'tkazib berishadi. Buni esa hozir sizlar bilan yechib olamiz. Ya'ni Wizdrafni bir marta bosdik va tayyor. Wizdraf rekursh prokessit, ya'ni yuborildi. Va bu joyda esa ko'rishimiz mumkin, mana hozirgi 56 Tronim jami $16 ga teng bo'lar ekan va bu pending deb turibdi va to'lov amalga oshirilgandan so'ng esa completed bo'lib qoladi. Endi sizlarga Bitget hisobini ham bir ko'rsatib qo'yaman. Mana ko'rishingiz mumkin, mana Bitget hisobim. Hozirda esa menda Tron kriptovalyutasi 203 ta bor ekan, ya'ni 203 Tron bor ekan va so'mda esa mana ko'rishingiz mumkin 1.35 so'm bor ekan. Hozir esa bu yerga o'sha hozir yechib olgan pulimiz keladi va mana shu 203 emas, 260 ga yaqin bo'lib qoladi. Unga esa sizlarga boshqa joylarni ham tushuntirib beraman. Ya'ni 3 ta chiziqchani bosamiz va bu joyda endi biz nima qilishimiz mumkin? Faucet, ya'ni pullarimizni har soatda olishimiz mumkin. Games orqali o'yin o'ynashimiz mumkin. Contest orqali esa eng ko'p o'yin o'ynagan, ya'ni mana bu joyda ko'rishimiz mumkin. Pastroqqa tushamiz va mana bu joyda eng ko'p o'yin o'ynaganlarga bu sayt bonus beradi. Ya'ni misol uchun mana bu odam birinchida turibdi ekan va bu bir haftada 929,000 Tron bilan o'yin оборот qilibdi. Ya'ni 1 Tron qilib ham o'ynash mumkin yoki 100 Tron qilib ham. Jami xullas 929,000 Tron оборот qilibdi va bunga sayt hech qanaydan yo'q 22,000 Tron berar ekan. Juda ham zo'r. Mana bu esa referral, ya'ni referral. Mana bu odam referral orqali referallari 1 millionta o'ynalibdi va bunga 11,000 Tron bonus berishar ekan. Juda ham yaxshi. Endi qaranglar. Endi mana bu joydagi bir narsa bor, ya'ni depozitni aytdim, Wizdraftni aytdim, service u xohlasanglar nima so'rovnomalarga o'xshagan narsa. Bundan tashqari esa bu joyda affiliates tugmasi bor. Bu orqali esa siz do'stlaringizni taklif qilishingiz mumkin. Ya'ni referalni link olish orqali. Bu yerda setting tugmasi bor. Mana shuni ham eng kerakli joyda settingni bir marta bosamiz va bu joyda birinchi kirganinglarda sizlar o'zingizlarni mana bunday tarzda emaillarni tasdiqlab qo'yishingiz kerak. Ya'ni email verified tugmasini bosasiz. Mana bu yerda yashilda sizlarda ochiq turadi. Ana shuni bosasiz. So'ngra esa emaillarga xabar boradi. Ana shuni bir marta bosib qo'ysanglar bo'ldi. Hech narsa qilmaydi. Endi esa pastroqda esa o'zi kirgan emaillar va pastda language orqali tilni o'zgartirishingiz mumkin. Men yozilgancha o'qidim, uzr. Endi Wizdraftni bosamiz va bizning pullarimiz mana ko'rishimiz mumkin. Completed bo'ldi, ya'ni boyagina pending deb turgan edi, hozir esa $16 pul ketibdi. Endi biz Bitgetga o'tamiz va bir marta yangilaydigan bo'lsak, mana ko'rishimiz mumkin, 80 necha ham dollar edi, hozir esa $102 bo'ldi va bizda 203 Tronimiz 260 Tron oshiqroqqa aylandi, ya'ni ko'paydi. Xuddi shu tarzda pullarimizni yechib olishimiz mumkin. Men hech qanaqa montaj yoki videoni to'xtatib boshqa qilmadim. Ko'rdinglar, hammasini boricha sizlarga ko'rsatib berdim. Bu saytni bilganlar biladi, bu taxminan 3-4 yildan beri ishlab kelayotgan loyiha, hali beri yopilmaydi ham. Hammaga omad, keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling. Gold Money kanalimizga esa obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Rahmat.